Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan boya video ko'rgan cheatlaringizni o'rnatamiz. Ya'ni mana bu cheat, mana shuni qanday qilib o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buni o'rnatishdan avval bizga kerakli bo'lgan ikkita ilova bo'ladi. Birinchi ilova bu Shizuku, mana Shizuku. Shizukuni o'sha Play Marketdan Shizuku deb yozsalaringiz chiqadi va Zarchver. Bu ikkalasi nima kerak? Agar sizda fayllar o'zi shunday tabiiy holda, misol uchun mana bu yerga kirsalaringiz, hozir ko'rsaman, Android data. Misol uchun mana fayllarga kiryapsizlar, mana fayllar ochyapti mana bu yerda mana. Fayllar ochyapti. Agar sizlar ochsa, mana bu Shizukuni skачать qilishlaringiz ham shart emas. Birinchi qadamni qilishlaringiz ham shart emas. Sizlar shunchaki hozir videoni yarmidan keyin, ya'ni Zarchver ishlatgan joyimizdan boshlasangiz bo'ladi. Agar sizlarda ochayotgan bo'lsa, agar sizlarda ochmayotgan bo'lsa, Shizuku qilish video opsiyasiga qoldiraman. Shu YouTube kanalimizda bor. Qanday qilib Shizuku mana buni ishlatib fayllarni ochish kerakligini. Hop, unda vaqtni cho'zmaymiz, birdan boshlayveramiz. Menda mana bu allaqachon skачать qilib bo'lingan, ya'ni saqlanib qilingan menda. Mana shu misol uchun sizlarda skачать bo'lgandan keyin mana 3 ta nuqtani bosasizlar, saqlanib qilishni bosasizlar, skачать bo'lgandan keyin. Xo'p, endi bu yerdan chiqamiz, Zarchverga qaytamiz, kiramiz. Mana saqlab olganlaringizdan keyin shu fayl chiqadi. Ustiga bir marta bosamiz, view deb bosamiz, bo'ldi. Shu fayl chiqadi. Endi bu yerdan copy qilamiz. Android data content.ig files game extra. Xo'p, bu yerga tashlab olamiz. Bunu tashlab olib bo'ldik. Endi bitta narsa, ya'ni mana bu saytga kiramiz, Paxga kiramiz. Bu yaxshilab e'tiborli bo'lingizlar. Agar birinchi cheatni ishlatib ko'rasizlar, mana fayllarni hali biz hozir o'chirilgan fayllarni sizlarga bir ko'rsataman. Mana qarab turingizlar. Mana shu yerda ko'rgan bo'lsangiz, mana bu yerda 52 dan keyin mana bu yerda 53 fayl kelishi kerak. Lekin 53 fayl yo'q. Mana shu sizlarda o'sha 53 faylni o'chirib tashlaysizlar. Mana shu oxiri 53 bilan tugagan mana bu yerda fayl bo'ladi. O'shani o'chirib tashlaysizlar. Keyin o'chirib tashlaganlar agar bo'lsa sizlar o'chirib tashlaysizlar, agar bo'lmasa shart emas. Endi bu yerdan qaytamiz. Endi xuddi shu joydan nima qilib turamiz? Rename qilamiz, ya'ni izvinit deb bosamiz, o'chiramiz. O'kni bosmaymiz, e'tibor bo'lingizlar, o'kni sirasi bosmaymiz. Endi xuddi shu joydan sirasi chiqib ketamiz. Buni chiqib ketamiz, PUBG kiramiz. Kirishdan sirasi qaytamiz. Mana kirdik, qaytamiz, o'kni bosamiz, yana qaytamiz. Bo'ldi mana. Endi kutamiz. Mana kirib oldi. Endi kirib olgandan keyin ko'ramiz, ishladimi yo'qmi, misol uchun. Trenirovkaga kiramiz. Mana, bu cheat ishladi. Endi bu yerdan nima qilish kerak? Hop, bu yerdan chiqamiz. Mana Telegramga bunday qarasalaringiz, mana bu yerda antiban degan narsa bor. Bu narsa обязательно kerak, chunki buni yoqmasalaringiz ban olasizlar. Endi ban deganda ham ko'p muddatga emas, juda qisqa muddatga. Shunday bosamiz. Mana shu yerda antibanimiz bor. O'shani skачать qilib olamiz. Mana bu yerda men antibanimiz mana ko'rinishi bunaqa bo'ladi. Ichiga kiramiz, startga bosamiz, o'yinga qaytamiz. Bu mana shu o'yin boshlangandan keyin qilamiz. Bir marta qilamiz, o'yinga ichiga kirib olgandan keyin shu bilan bo'ldi. Endi ko'ramiz, cheatda aimbotlari ham ishlabdimi? Ko'ryapsizlar, qorinlar yana o'tib xatda gapdi. Kaskasi chiqib ketyapti, qorin o'sib. o'ynaylik bam bir nimalar deb yozadiganlarga
Ko'rganlaringizdek mana Lednik Tour akkaunt, Lednik Tour. Qani ko'rsatsa bo'ladi Lednik Tour degan. Asosiy akkaunt uchun bu 100% xavfsiz. Bemalol foydalanishlar bo'ladi. Endi misol uchun mana o'yinlaringiz tugadi. Endi o'yindan chiqib ketmoqchisizlar. Endi chiqmoqchi bo'lganda endi nima qilish kerak? Endi bu yerdan qilamiz, chiqamiz. Keyin buni o'chiramiz. Keyin yana zachorga qaytamiz. Keyin mana bu boyagi faylni o'chirib tashlaymiz. Shu bilan tayyor. O'rnatishimiz. Bo'ldi, bez problema. Endi xuddi shu holda shuni chiqib o'tiramiz, bo'ldi.